Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 3-oyning 23-kuni seshanba. Hammanglarning shu vaqtda xayrli bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. 22 mart kuni dunyo siyosiy sahnasida yana Uyg'urlarga munosabatlik intayin zo'r tarixiy hodisa yashandi. O'xshash kunda Yevropa Ittifoqi, Amerika, Kanada va Angliyaning Uyg'ur qirg'inchiligi bilan shug'ullangan Xitoy amaldorlari va organlarini jazolash haqida orqa-orqadan qaror ilishib butun dunyoni zilzilaga soldi. 22 mart kuni 27 davlatga vakillik qilayotgan Yevropa Ittifoqi Uyg'urlarga qarshi yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikda jinoiy javobgarlikka bodib qaralgan 4 nafar Xitoy amaldoriga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Bu Yevropa Ittifoqining 1989-yildan buyon tunji qitim Xitoyni jazolashi bo'lib hisoblanadi. Yevropa Ittifoqining mazkur qaroriga Yevropa birligida bo'lmagan Amerika, Kanada va Angliyaning qo'shilishi bilan jami 30 davlat tarafidan o'rtaq e'lingan tarixiy bir qaror bo'lib qoldi. Jazolashga uchirgan bu 4 nafar amaldor bo'lsa Uyg'urlarni keng ko'lamda lagerlarga solashning aktiv ijrochisi bo'lgan atalmış Uyg'ur Abdunum rayonluq jamoat xavfsizlik nazoratining noziri Chin Mingu, Uyg'ur Abdunum rayonluq partiyasining doimiy hay'at a'zosi, siyosiy qonun komitetining sekretari Wang Mingshan, Uyg'ur Abdunum rayonluq partiyasining muavin sekretari, Biangtan partiyasining sekretari Wang Junjing, Uyg'ur Abdunum rayonluq partiyasining sobiq muavin sekretari va siyosiy qonun komitetining sekretari Jo Haylun qatorliqlar bo'lib, ular Sharq Turkistonda ilib borgan insoniyatga qarshi jinoyatlar bilan jazolanib, Yevropadagi mol-mulki to'g'nitiladi va Yevropaga sayohat qilishi cheklanadi. Yevropa Ittifoqining yuqorqi qaroriga mos holda 22 mart kuni Amerikami Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikda roli bo'lgan Sharq Turkistondagi jallod qo'shin atalmış ishlab chiqarish va qurilish Bengtuani partiya komitetining sekretari Wang Junjing va atalmış Uyg'ur Abdunum rayonluq jamoat xavfsizligi nazoratining noziri Chin Mingudan iborat bu 2 nafar Xitoy amaldorini yer shari Magnitskiy qonuni orqali jazolaydiganligini e'lon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 22 mart kuni bu vaqtda e'lon qilgan maxsus bayonotida mundaq degan: Xalqarodagi ayblashlar kunsiri kuchayotgan paytda Xitoy Xalq Jumhuriyati Xinjiangda davomli holda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilmoqda. Amerika Xitoy Xalq Jumhuriyatini Uyg'urlar va boshqa osonliq millat ham diniy osonliqlar a'zolarini bostirishni oxirlashtirishga, jazo lagerlari va tutib turish o'rinlarida tutib turilayotganlarni darhol qo'yib berishga yana bir qitim chaqirdi. U yana mundaq dedi: Biz bugun bu harakatni Angliya, Kanada va Yevropa birlashmasidagi sheriklarimiz bilan birlashib qildik. Bugungi o'rtaq harakatimizning bir qismi sifatida sherik davlatlarimiz Xinjiang va boshqa davlatlarda yuz bergan vahshiyliklar uchun kishilik huquqni dafsanda qiluvchilarni jazoladi. Mana bu harakatlar bizning kishilik huquqni hurmat qilishni ilgari surish, Xitoy hukumatı va Xitoy kompartiyasidagi bu vahshiylikka mas'ul kishilarni oshkorlashdek ko'p tarafli xizmat qilish irodamizni ko'rsatib beradi. Amerika yer shari Magnitskiy qonuni va shuningga o'xshash tirishchanliklar orqali bu ig'ir kishilik huquq dafsandichiligiga qarshi turish ko'rishida kuchli rahbarlik rolini joriy qildirishga va'da beradi. Angliya Tashqi ishlar ministri Dominic Raab 22 mart parlamentda qaror e'lon qilganda so'zlagan nutqida biz Yevropa Ittifoqidagi 27 davlat, Amerika va Kanada bilan birlikda jumladan 30 davlat bu o'rtaq harakatimiz orqali Xitoyga aniq va keskin qilib, xalqaro jamiyat kishilik huquqiga qilinayotgan bundaq ig'ir zulmga hargiz sukut qilib turolmaydi. Biz cho'qim mas'uliyati bolaning javobgarligini surishtiramiz dedi. Uning bu so'zlari BBC televiziyasida naq maydondan tarqatildi. Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi elib berilgan xalqaro bu o'rtaq harakat dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur jamoatini va shundoqli Uyg'urlarning vaziyatiga izchil ko'ngil bo'layotgan barliq taraflarni xursand qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu munosabat bilan 22 mart kuni bayonot e'lon qilib, Yevropa Ittifoqi bilan Amerika, Angliya va Kanadaning yuqorqi o'rtaq qarorini qizg'in qarshi oladiganligini va ularga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan minnatdorlik bildirdiganligini ta'kidlash bilan birga, bu jazo orqali Yevropa Ittifoqi Xitoy kompartiyasiga Uyg'urlarga qaratayotgan irqiy qirg'inchiligining jazosiz qolmaydiganligini aniq bildirdi. Xalqaro jamiyatmi buningga agishadi. Faqat shuningga o'xshash konkret harakatlar orqali Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatqili va Uyg'ur xalqining azob uqubatlarini oxirlashtirg'ili bo'ladi deb ko'rsatdi. Ko'plagan xalqaro kishilik huquq organlari 22 mart kuni bu vaqtdagi Twitter inkoslarida Yevropa Ittifoqi, Amerika, Angliya va Kanadaning o'rtaq harakatini ilgari ko'rilib boqmagan bir g'albilik hamkorlik bo'ldi deb ta'rifladi. Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqun Aysa Apandi 22 mart günü Yevropa İttifaqı, Amerika, Kanada ve Angliyaning Uyghur qirg'inchiligi bilan shug'ullangan Xitoy amaldorlari va organlarini jazolash haqidagi qarori e'lon qilingan hamalla darhol tuvandagi videoluk bayonotini e'lon qilib, o'zining mazkur qarorga bo'lgan mamnuniyatini ifoda qildi. Assalomu alaykum aziz vatandaşlar. Sizlar bilan hozir bir qancha minut ilgari
o'tirg'i chiqqan bir xo'sh xabarni o'rtoqlashishni uyg'un ko'rdik. Aylardan buyon kutgan bir xo'sh xabar bugun Yevropa ittifoqidan keldi. Amerika hukumati 2019-yili Uyg'ur kishilik huquq qonunini ijro qilib yo'l qo'ygandan keyin va Xitoyning bir qism shirkatlarga, yuqori amaldorlarga Sharqiy Turkistonda yapırayotgan insoniyat qarshi jinoyatlari to'g'riliq jazolarni o'tirib qo'ygan edi. Ammo boshqa davlatlar bu masalada hozirgacha amaliy bir qadam bosmagan. Bu biz bütün Uyg'ur xalqi, Sharq Turkiston xalqi, jumladan dunyo qurultiyi, Yevropa davlatlarini Amerikaga o'xshash amaliy bir qadam qilishga ko'p harakatlarni qildik, tashabbuslarni qilib keldik. Chunki yalnız Amerikaning ham Xitoy hukumatiga nisbatan bu jinoyatga amaliy qadam bosishning o'zi Xitoyning bu jinoyatini to'xtatib qololmaydiganligini, shuningga Yevropa ittifoqimi o'zining qurilish maqsadlaridan bo'lgan demokratiya, kishilik huquq, adolat ve kanun bilen idare qilishdan ibaret bu qimmat qarashni qo'g'dab qilish uchun Sharqiy Turkistonda yapayotgan Xitoy hukumatining insoniyat qarshi jinoyati ve milliy erkiy qirg'inchiligini nisbatan amaliy qadam bosishi yalnız Birleşken Devletler Teşkilatı'da fikir bayon qilib qo'yishning va yoki Yevropa parlamentida ilingan qarorlarning qog'oz ustida qilib kelishining Xitoyning bu jinoyatini to'sib qololmaydiganligini, buningga amaliy qadamlarni berib Xitoyni jazolash qarorini erishning bu qirg'inchilikni to'xtatish uchun muhim rol o'ynaydiganligini ta'kidlab kelgan, orzularimizni ifodalab kelgan ko'rishmalarda bu fikrimizni davomli kun tartib qo'yib kelgan edik. Demek en ahırda Yevropa İttifakı uzun müzakirlerden keyin mana bugün Xitoyning 4 tane yuqori derecedeki emeldarlarını Sharq Turkistonda yapayotgan bu erkiy qirg'inchiligi sababidan jaza e'lon qildi. Bular Chen Mingguo, Wang Mingshan, Wang Jushan ve Zhu Heilan'dan ibaret 4 Xitoyning yuqori derecedeki emeldari Sharqiy Turkistondagi ve shundaqla Bingtuan degan yani qurilish atriti, askeri atriti bugün e'lon qilgan bu jazo listasining ichida bor. Bu munosabat bilan bu hamda yalnız Yevropa İttifakı qaramoqqa Yevropa İttifakı e'lon qilgan Yevropa Komissiyasi e'lon qilgan bir listada ko'ringan bilan amaliyotda Yevropa İttifakı'nınki prinsipi qoidasi bo'yicha bir davlat 27 davlat a'zo hozir buning ichida bir davlat uning qarshi tursa bu qaror chiqmaydigan gap. Demak Yevropa ittifoqidagi butun davlatlarning rahbarlari o'xshash fikr birligi kelib turib olgan qaror. Bu qaror 27 Yevropa ittifoqi a'zo 27 davlatning o'rtaq olgan bir qarori. Uningdan boshqa bu qaror elinib oradan 2 soat o'tgandan keyin Angliya hükümetimi o'xshash şekilde mushu 4 yuqori ismini o'tab ketgan 4 Xitoy amaldori va qurilish Bingtuan'ga nisbatan Angliyadami o'xshashlar bir jazo e'lon qilindi. Demak Yevropa ittifoqi a'zo 27 davlat va Angliya bo'lib butun Yevropa davlatlari hozir Amerika birlikte bu Xitoy hukumatiga tunji bu amaliy jazo e'lon qilganligini bildirdi. Bu bizni nihoyat xush qiladigan bir hodisa. Buning qarshi Xitoy hukumatimi 10 Yevropa parlament a'zosiga jazo e'lon qilganligini jakoladi. Demak Xitoy hukumatining ki qanchalik vahshiy, qanchalik qisosxo'r bir hokimiyat bo'lganligini, Xitoy hukumati yumshoq gaplar bilan va yoki diplomatiya bilan to'xtatib bo'lmaydigan bir hokimiyat bo'lganligini, bir bandit hokimiyat bo'lganligini dunyo aniq ko'rib oldi. Demak, endi jang rasmiy boshlandi. Balkim butun dunyo bir tarafga, Xitoy bir tarafga bo'lib dunyo ikki qutbli bir dunyo shakllandi. Ama bunun bilan dunyo Xitoyning haqiqiy mohiyatini yuzini tunib yetganligiga shohid bo'ldik. Demek bunundan keyin dünya texmo dünyanın başka kısımları hatta Sharqiy Turkiston meselesinde hozirgacha uxlab yotgan va yoki jim turib olgan davlatlar uchun ciddi bir silkinish bo'ladi deb o'ylaymiz. Xalqimizga muborak bo'lsin. Demak, ep berayotgan mujodala, kurashlar meva beryotdi, natija beryotdi. Amerika, Angliya,
Kanada ve Avrupa İttifaqıdaki 27 devletning 22 mart günü Uyg'urlarga qarshi yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikda jinoyat javobgarligi bor deb qaralgan 4 nafar Xitoy amaldoriga jazo yurgizganligini e'lon qilishidan qattiq sarosimaga tushgan mustabid kommunist Xitoy hokimiyati shu kunida buningga darhol 3 ilish xarakteridagi harakat bilan javob qaytardi. Xitoy hukumati Jungo haqida yolg'on va soxta uchurlarni yomon g'arazda tarqatgan deganini ilgari surib turib, Yevropa parlamentining a'zolaridan Reinhard Bütikofer, Michael Gahler, İlhan Küçük, Samuel Kogulati ve Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zines qatorliqlardan tarkib topgan 10 kishiga va shundaqli Yevropa Kengashi siyosiy va xavfsizlik komiteti, Yevropa parlamenti kishilik huquq tarmoq komiteti, Germaniya Merkat tadqiqot markazi, Daniya Demokratik İttifaq fondi jamiyati qatorliq 4 o'ringa jazo tadbiri qo'yganligini jakarladi. Xitoy taraf bu vaqtda e'lon qilgan bayonotda yana tahdid aralash, Jungo taraf Yevropa tarafining xatolikning ig'irligini his qilishga, o'zini tekshirishga, xatolikni tuzitishga, kishilik huquq darsi berishni to'xtatishga, ikki xil o'lchamni bekor qilishga chaqiradi. Bo'lmasa Xitoy texmo qat'iy inkas qaytaradi dedi. Biroq xalqarалық organlar va kuzatuvchilar Xitoyning o'ch ilish xarakterlik bu harakatini tantaklik deb baholadi. Nurg'un Yevropa parlament a'zolari Xitoyni tanqid qildi va Yevropa o'z qimmat qarashlarida ching turadi deb ta'kidladi. Yevropa parlamentining raisi David Sassoli 22 mart kuni Twitter uchurida mundaq deb ko'rsatdi. Xitoyning bu harakati hargiz badalsiz qolmaydi. Xitoy hukumatining Yevropa parlament a'zolari, kishilik huquq tarmoq komiteti va Yevropa ittifoqi organlariga yurgizgan jazosini qabul qilg'ili bo'lmaydi. Xitoy buning badalini to'laydi. Bu o'rinlar va shaxslar o'zining demokratik majburiyatini ado qilganligi uchun jazolandi. Holbuki kishilik huquq degan kam bo'lsa bo'lmaydigan huquqdir. Xitoy jazo tadbiri e'lon qilgan shaxslarning biri bo'lgan Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zines bu vaqtda qaytargan inkosida Xitoy bu harakati bilan yanada zo'r qarshilik paydo qildi. Amaliyotda Xitoy bu harakat orqali Yevropa ittifoqi va Yevropa parlament a'zolari bilan bo'lgan munosabatiga texmo zo'r zarba berdi. Mencha u texmo zo'r qarshilikqa, norozilikqa uchraydi. Xitoy o'z qo'li bilan Yevropa-Xitoy diplomatik munosabatlariga zo'r ziyon yetkazdi deb ko'rsatdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken 22 mart kuni bu munosabat bilan e'lon qilgan bayonotida Atlantik okeandan halqagan o'rtaq inkas xalqarodagi inson haqlari dafsandichiliklarga kuchli signal beradi. Biz sheriklarimiz bilan moslashib yanada ilgarilagan holda harakat qo'llanamiz. Biz dunyodagi ittifoqdoshlarimiz bilan davomli holda Xitoy Xalq Jumhuriyatini jinoiy qilmishlarini darhol to'xtatishga chaqiramiz va ziyonkashlikka uchirg'uvchilar uchun adolat talab qilamiz deb ko'rsatdi. 22 mart günü Dünya Uyghur Qurultayı ve Amerika'daki Uyghur Hareketi Teşkilatı New York şəhərindəki Yeshiva Universiteti oquvchiları Uyghurlar bilan birga Uyghur toplantısı, Uyghurlar üçün Yahudilar hareketdə, Taraqqiyotdagi musulmonlar qatorliq diniy va ommaviy tashkilotlar bilan birlikda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti markaziy binosining yonidagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti maydonida birlashma namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini qattiq ayiblash bilan birga Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan Xitoyning Sharqi Turkiston xalqi ustidan rahimsizlarcha yurgizayotgan jinoiy qilmishlarga qarta kuchlik inkas qaytarishni talab qilishdi. Bu qitimqi namoyishni tashkillashda yaqindan hamkorlashgan New York shahridagi Yahudiy o'quvchilarining vakili Divara Shohid namoyishda qilgan so'zida navbatda irqiy qirg'inchilikning Uyg'urlarga xos hodisa emasligini, shundaqli irqiy qirg'inchilikning hech qanday davlatning ishi emasligini, aksicha buning butkul insoniyatga oshkora xiris qilishda qabih qilmish ekanligini eslatib, buning 2-Dunyo urushi mezgilida mushundaq bo'lganligini, bu qirg'inchilikqa bevosita sherik Xitoy amaldorlariga jazo berish lozimligini, shundaqla Amerika hukumatining Xitoyga qarata diplomatik bisim qilishi lozimligini ta'kidladi. Uyg'ur Hareketi Teşkilatı'nın raisi Roshan Abbas Xonim namoyishda qilgan so'zida o'zining shaxsiy kechirmishlariga birlashtirgan holda navbatda Uyg'urlar duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikning qaysi darajada og'ir bo'layotganligini ko'plagan jonliq misollar orqali yo'ritib berdi. Roshan Abbas Xonim hozirgi vaziyatda majburiy emgakning borgan-sari kengayotganligi, ayollar va bolalarning qanday xo'rliqlarga duch kelayotganligini, irqiy qirg'inchilikning barliq shartlariga to'liq tushadigan hodisalardan Uyg'urlarni majburiy holda Xitoylar bilan to'ylashtirish, millionlagan sabiyalarning mangisini yuyish qatorliq qilmishlarning sistemalik holda o'tirg'i chiqishi ma'lum bo'layotgan bo'lsa-mu, dunyoning yanada buningga sukut qilayotganligini alohida ta'kidladi. U buningdagi bir muhim nuqta qatorida Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilishdagi dastlabki qadam uchun Sharqi Turkiston bilan bog'lanishliq bo'lgan barliq savdo faoliyatlarini cheklash, shuningdek bu xil terrorchi hokimiyat bilan bo'lgan aloqani uzish lozimligini sharhlab o'tdi. U so'zning oxirida biz uchimizdagi kiyayotgan kiyimlarimizning Uyg'urlarning majburiy emgakidan putib chiqqanligidagi reallikni unutmasligimiz lozim deb ko'rsatdi. Bu qitimqi norozilik harakatiga Skype orqali qatnashgan Amerika Avom palata a'zosi Tom Sivazi apandi qilgan so'zida Amerika hukumatining o'tgan 30 necha yildan buyon Xitoyni boybusi demokratiyaga va qonun davlatiga aylanadi deb qarab kelganligini,
Ammo Xitoy hukumatining Amerika ta'min etgan fursatlardan foydalanib, o'zini kuchlantirib olgandan keyin Amerika barpo qilgan odil sistemaga qarab yuzlanish o'rniga Amerikani o'zlarining sanamiga dasitishga urinayotganligini. Buning bilan bo'ldi qilmasdan, ularning yana Uyg'urlarni millionlab lagerlarga qamab, irqiy qirg'inchilik qilish orqali dunyoga jang e'lon qilganligini keskin aybladi. Dünya Uyghur Qurultayı'nı vakalatan bu qitimqi faoliyatga qatnashgan qurultayning bosh taftishi Oblekim İdris Efendi bu vaqtda istansimizga qilgan so'zida bu birlashma namoyish orqali har soha kishilarning Uyg'ur qirg'inchiligiga qarata biror tadbir elishdek jiddiy talbining yana bir qitim Amerika hukumatiga, shuningdek Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga bevosita yo'llanganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Avstraliya parlamenti 22 mart kuni Xitoyning Uyg'urlarga qarata sistemli qoldi kishilik huquq dafsandichiligi yurgizdi deb ayiblash haqida maxsus munozara ilib borgan. Agar buningdan bir natija chiqsa, Avstraliyaning turg'izish o'rinlari Xitoyning Sharq Turkistonda ilib borgan qilmishlarni rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb qabul qiladi. Avstraliya Liberal partiyasiga mansub parlament a'zosi Kevin Odrew bu qitimqi muzokarada qilgan so'zida Xinjiangda hozir dunyo bo'yicha eng qabih, eng sistemli kishilik huquq dafsandichiligi yuz beryotidi deb ko'rsatdi. U yana bu vaqtda parlamentga bir taklif sungan bo'lib, asosliq partiyalarning ko'plagan a'zolarining qo'llashiga erishgan. Bu taklif Avstraliya hukumatini zamonaviy qulluq tuzumiga qarshi turadigan qonunni ijro qilib, majburiy emgakka chetishlik mol ta'minlash liniyasini uzib tashlashga chaqiriq qilish rolini o'ynaydi ekan. Holbuki bu taklifning qachon ovozga qo'yiladiganligi texi aniq emas ekan. Avstraliya ishchilar partiyasidan bo'lgan bir parlament a'zosi qilgan so'zida, Avstraliyada yashayotgan 3000 dan ortiq Uyg'urning yanada zo'r tashvish ichida bo'lib, ularning ko'pinchisining vatandagi urug' tuqqanlarning izdirkini olmaganligini alohida eskartib o'tgan. Avstraliya parlamentidagi mustaqil parlament a'zosi Rex Patrick Apandi tarafidan mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonning Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqqa qarata yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb qabul qilish haqida sungan qaror loyihasi 15 mart kuni Avstraliya parlamentida rasmiy muzokara qo'yilgan bo'lsa-mu, afsuski mazkur qaror loyihasi parlamentga Liberal partiyasi bilan Emgakchilar partiyasining ba'zi texnik masalalarni sabab ko'rsatib qarshi turishi bilan rasmiy ovozga qo'yilmagan edi. Belgiya Uyg'ur jamiyati tarafidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida Belgiya va dunyoning boshqa joylaridagi kishilarning diqqatini qo'zg'ash va Belgiya hukumatini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy e'tirof qilishga chaqirish maqsadida dunyo miqyosida boshlatgan "Men Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi" degan shior ostidagi bir haftalik suratli hashtag faoliyati muvaffaqiyatli oyoqlashdi. Bu munosabat bilan bugun istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Belgiya Uyg'ur jamiyatining tashviqot ishlariga mas'ul hay'at a'zosi Akbar apandim bu bir haftadagi faoliyat haqida ma'lumot berib mundoq dedi. Xabarlar bo'lgandek, Amerika, Kanada va Gollandiyaniki Uyg'ur irq qirg'inchilikni rasmiy holda e'tirof qilgandan keyin Belgiya Yeşillar partiyasimi davlatlik parlamentga bir Uyg'ur irq qirg'inchilik haqida taklif loyihasi sungan bo'ldi. Bizningki xabarimiz bo'lganda shu bir qism partiyalar orasida Uyg'ur irq qirg'inchilik haqida muzokaralar bo'libdi. Endi biz Belgiya Uyg'ur jamiyati bo'lishimiz bilan shu yerlik millatlarga Uyg'ur irq qirg'inchilik haqida va Uyg'ur vaziyati haqida bir uchur berish va shu yerlik millatlarni qo'zg'ash maqsadida bir haftalik to'r harakati faoliyatini bir qilishni planga olgandik va oldin qatda buni boshlagan bir haftalik faoliyatimizni. Bu faoliyatimizniki shu maqsadi hamda shu "Men Uyg'ur irq qirg'inchiligiga qarshi" degan mush tema ostida hozirgi ahvolimizni xalqqa anglatish va biz bir hafta ichida 100 parcha surat topshirib buni ijtimoiy taratquv vositalariga qo'yish edi. O'ylamagan yerdan biz bu faoliyatimiz nihoyatda yaxshi boshlandi. Ya'ni shu Belgiyadagi bir qism aktiv bo'lgan Uyg'ur qarindoshlarimizninki faoliyatga qadam tashrif qilish bilan bu faoliyatimiz kengayib, Belgiyadagi yerlik xalq qamisi bu faoliyatga qatnashdi. Bir qism universitet o'quvchilar deymiz va har sohadagi kishilar bunga aktiv ovoz qo'shib, bu faoliyatni tez suratda kengayib bordi. Hatto Amerika, Kanada, Germaniya, Shvetsiya, Turkiya, Qozog'istondagi shu 7 davlatdagi qarindoshlarimiz bunga ovoz qo'shib, biz bir hafta ichida o'zimiz o'ylagan 100 parcha surat emas, amaliyotda 142 parcha surat topshirib olgan bo'ldik va bu faoliyatniki bağlanışda shu Belgiya va har qaysi davlatlarga shu Uyg'ur masalasi haqida ozroq bo'lsa o'zimizniki ovozimizni anglatgan bo'ldik.
Yana bir muhim nuqta bo'lsa, biz bu faoliyatimiz orqali bir qism gruplar bilan tanishgan bo'ldik. Masalan, Uyg'urlarga yordam qilish guruhi deymiz va bir qism inson haqlari tashkilotlaridagi faoliyatchilar va Uyg'urlarga hissdoshlik qilgan va Uyg'ur masalasiga yordam beradigan shunday o'quvchi va guruhlar bilan tanishib, bulardan bir yaqin aloqani qurib oldik. Dünya Uyghur Qurultayı bilan Germaniyadagi yerlik o'quvchilar tarafidan tashkillangan Ingolstadt Uyg'urlarning inson haqlarini qo'llash birligi 4-oyning 3-kuni Germaniyaning dunyoga mashhur Audi avtomobil shirkatining markazi joylashgan Ingolstadt shahrida Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan hokimiyat bilan bo'lgan hamkorligingizni to'xtating degan shior ostida birlashma namoyishi o'tkazishga hozirlanmoqda. Yaqindan buyon Ingolstadt Uyg'urlarning inson haqlarini qo'llash birligi Audi avtomobil shirkatining iqtisodiy yordam bilan qurilgan Audi Konzi institutini darhol taqash haqida kampaniya boshlatgan va Audi avtomobil shirkatidan Audi Konzi institutiga berayotgan yordamni Uyg'urlarning erkinligi va insoniy haq-huquqlarini qo'llash uchun kurash qilayotgan Dunyo Uyg'ur Qurultayiga berishni talab qilib kelgan edi. Ingolstadt shahridagi Audi Konzi institutini taqashni talab qilish maqsadida ilib beriladigan bu qitimqi birlashma namoyish 3-oyning 4-kuni Berlin vaqti 3:13 da boshlanadi. Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan istansimizga qilgan so'zida Germaniyada faoliyat ilib berayotgan butun Uyg'ur tashkilotlarini va Germaniyaning har qaysi rayonlarida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizni mazkur namoyish chaqiriqiga qizg'in ovoz qo'shib, sharoiti yor bergan doira ichida Ingolstadt shahridagi bu norozilik harakatiga aktivlik bilan qatnashishga chaqirdi. Hörmətli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur Qurultayi tor televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyin qaytamiq programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.